Ondan topilgan pulga mazza qilib ishtahasi karnay bo'lib ovqatlarni tirnovkalar qilib maslakirat bo'lib yurgan itlar. Men 2-3 kundan oldin bo'ldi, boshqa gapirmayman dedim, borib bular o'zi vijdonan olib tashlash kerak dedim. Kecha bitta janoza bo'ldi, 21 yoshli bolani. Uydan 74 ming dollar pul ishlatib qo'yibdi. Sallarni har xil mana shunaqa reklamalaringni ko'rib o'ynaganda qumorni. Odam bo'llaring, ertaga o'zlaring yaqinlaring, kimdirlaringdan mana shunaqa qumorga o'tirib o'ynab yutqizib qo'yib, mana shunaqa qaqshatganda, yo'q qanaqadir uyingda janozani ovozi eshitilib qolgandan keyin bor, o'sha kech bo'ladi. Birat, men o'zim ham gazandaman, o'zim ham rosa ko'p gunoh qilganman. Prosta mo'minga o'ynadir bir sanlarga eslatib qo'yayman, yaxshi ko'rganim uchun. Bunaqa tufta bola bo'lmalaring, iltimos, to'xtatlaring. Bugun Manchester United West Ham Unitedga qarshi o'ynaydi. O'zini uyida emas, mehmonga borib o'ynadi. Agar Manchester United g'alaba qozonsa, Aston Villaga tenglashib oladi ochkolar hisobida. Demak, muhim o'yin. O'z omadlaringizni sizlar sinab ko'ringlar, sport qobiliyatlaringiz pastdagi silka orqali o'tasizlar, 5 million so'm bonus olasizlar. 001 promokodidan foydalansalar. Hammaga omad. Bugun Manchester United yutish kerak, yutadi ham. Cristiano Ronaldo o'z komandasi bilan Al Nassr bilan birgalikda bugun Altaunga qarshi o'ynaydi o'z maydonida. Pastda g'alaba 100 talik. O'z sport qobiliyatlarini sinab ko'ringlar. Pastdagi Saturn 001 promokodidan foydalanib, birinchi depozit uchun 12 million so'm bonus olib, bugun yutuqqa ega bo'linglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, hammaga omad. Benfica hamda Real Madrid. Azam nima deb o'ylaysiz? Yangi murabbiy qo'l ostida Real yutadimi yoki hali ham knockdown holatidan chiqmadimi? Real 100 talik yutadi. Benfica urib qo'yadimi? 200%. Nima qilish bilasizlar o'rtoqlar, pastdagi silka orqali kiramiz, ro'yxatdan o'tamiz, omadimizni sinab ko'ramiz. Salomat bo'linglar, charchamanglar. O'yinlarga pul tikyapti, ading ekspert deydi. Unga tikishyapti, bolalar o'ynayapti. Yutgan yutyapti, yutkizgan katta pulga tushyapti. Yutgan ham yutmaydi o'zi aslida, eshitib olinglar. 100 million yutgan taqdirda ham u yutuq emas. U harom luqma kelyapti. Bu yutuqmi? Ading ekspertdan 100 million yutibdi, va 500 million yutdi. Boringina 1 milliard yutibdi masalan. U qumor-ku, qumorda orqasidan pul yutishlik bu ne'matmi? Bu yutuq deb atalamizmi? Yo'q, bu yutuq emas. O'sha odamning butun ichi vujudi haromga to'la. Qiyomatda jahannam olovi albatta harom bilan o'sgan go'shtga tanaga albatta yetadi degan rasul. U qumordan ading ekspertdan 1 milliard undan katta pul yutmaydimi? Butun dunyoning pulini yutib olmaydi. Bu yutuq emas. Bu ziyon bu. Qiyomatda javobgarligi ortyapti odam. Gunohi ko'payapti odam.